Shunaqa bo'ldi-da, o'rtoq. Boshim nimagadir taq etib urildi. Yo'q, qo'qsi. Ozg'in qizlar haqida. Zebo hozir o'zimga o'xshagan ozg'in do'konimga kelsa, bilan tashlab qo'yaman. Ana suyi tegsa qanaqa shaqillaydi? Shunaqa ovoz chiqyapti sizlardan. Nima bunaqa to'g'ri sizlar? Sal bo'lsa shu gramiz bilibsin domizada. Kimdir ko'rsatish bilan, kimdir bekitish bilan ovora. Sizni topolmayapman. Oldingizda nima bor? Yonimda ikkita qiz bor ozg'in. O'tda bitta qiz turibdi-yu. Sal bundoq turlaring ozg'inligingdan keluvingni bitta odamni bo'ylashyapti uzoqdan. Ha, ikkita ekan ular. Hozir boraman. Kuchingni ishlab turibsan. Yengillik qolmish shekilli, men ikkita qishab kelib o'tirib tur. Shunaqa. Menga doimgida yarimta, menga 5 ta. Keluvinglar bir xilsizlar, uning mehni ko'p ovqat yeydi. Men o'zim uchun ovqat yeyman. U bo'lsa ichidagi qurtlar uchun ovqat yeydi. Nima bo'pti? Oyog'im ham o'zimga o'xshaganda uzun eni yo'q, yoni ochilib qolyapti. Amana paxta tiqing. Voy, ha, muncha xursandsan? Iskandar Berling mezbon loyihasida uy oldim 48 oyga bo'lib to'lash mumkin ekan. Shunaqa xursandman, ancha arzonga tushyapti. Muncha zo'r tabrik. O'zi ozg'in bo'lsalaring, muncha bunaqa keng o'tirasan. Sanlarga sovg'a olib keldim. Qani ko'rsat. Seving, senga korset belingning ingichka ko'rsadim. Ustimda kulvasam o'zi bir xarid-chu. Ha, bo'pti, Sevinur senga ozdiradigan dori olib keldim. Endi bosh tushdi bu yoqqa. Doggy style.